Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Diqqat! Bugungi videomiz hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan, ayniqsa moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy bir mavzuga bag'ishlangan. Hozir aytadiganlarim har bir fuqaro uchun, har bir oila uchun o'ta muhim. Agar siz 2026 yil 1 maygacha tegishli arizani topshirmasangiz, muhim to'lovlaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki shoshilinch choralar ko'rish uchun chaqiriqdir. Shu sababli iltimos, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirgi lahzada kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati: avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Ko'pchiligimiz ijtimoiy to'lovlarni, nafaqalarni, bolalar pulini yoki nogironlik nafaqalarini olish jarayonini ancha oddiy va ba'zan avtomatik deb bilardik. Yillar davomida bu tizim asosan qog'oz shaklidagi arizalar, shaxsan tashrif buyurish va ma'lum bir tartib asosida ishlagan. Masalan, bolalar puli olish uchun mahalla fuqarolar iginlariga murojaat qilinar edi. Nogironlik nafaqalari tibbiy mehnat ekspert komissiyalari, TMEK xulosasi asosida rasmiylashtirilar edi. Odamlar bir marta hujjat topshirsa, keyin uzoq muddat davomida to'lovlarni hech qanday qo'shimcha harakatsiz olib turar edilar. Ba'zi to'lovlar esa hatto shaxsan murojaat qilmasdan ham avtomatik tarzda uzaytirilar yoki hisoblanar edi. Bu tizimda ba'zi kamchiliklar bor edi, jumladan byurokratiya, hujjatlar aylanishining murakkabligi va ba'zan noto'g'ri yoki samarasiz taqsimlanish holatlari uchrar edi. Hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini to'liq raqamlashtirish, shaffofligini oshirish va yordamga muhtojlarga aniqroq yo'naltirish maqsadida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu islohotlarning markazida ijtimoiy himoya raqamli tizimi va uning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz bilan integratsiyasi turibdi. Endilikda barcha ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va moddiy yordamlar aynan shu raqamli platformalar orqali rasmiylashtirilishi shart qilib belgilandi. Shu bilan birga oldingi tartibda olingan yoki avtomatik uzaytirilgan ayrim to'lovlarni yangi tizimga o'tkazish uchun majburiy qayta ro'yxatdan o'tish zarurati paydo bo'ldi. Eng muhimi va bugungi videomizning asosiy sababi shundaki, davlatimiz tomonidan belgilangan qat'iy muddat mavjud. 2026 yil 1 may. Bu sana ijtimoiy to'lovlarning yangi tizimiga o'tishning yakuniy muddati hisoblanadi. Agarda siz shu muddatgacha o'zingizga tegishli bo'lgan ijtimoiy yordam yoki to'lovlar bo'yicha tegishli arizani yangi, raqamli tizim orqali taqdim etmasangiz, sizning to'lovlaringiz avtomatik ravishda to'xtatiladi. Nega bunday qat'iy muddat qo'yildi? Chunki davlat eski ma'lumotlar bazasini yangisi bilan to'liq birlashtirmoqchi, noaniqliklarga chek qo'ymoqchi, shuningdek, nafaqalar va to'lovlarni olish mexanizmini to'liq raqamlashtirmoqchi. Bu raqamlashtirish orqali to'lovlarning tezroq, shaffofroq va aniqroq manzilga yetib borishi ta'minlanadi. Eski tizimdagi hujjatlaringiz va ma'lumotlaringiz yangi tizimda avtomatik tarzda ko'rinmasligi mumkin. Shu sababli har bir fuqaro o'zining ijtimoiy himoyasini kafolatlash uchun shaxsan o'zi tashabbus ko'rsatib, 2026 yil 1 maygacha tegishli arizani yuborishi shart. Aks holda sizning ma'lumotlaringiz davlat bazasidan chiqarilishi yoki yangi tizimda ro'yxatdan o'tmagan deb hisoblanishi natijasida hatto haqli bo'lsangiz ham pulingizni yo'qotasiz. Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak? Endi esa kimlarga bu ogohlantirish bevosita taalluqli ekanligi haqida batafsil to'xtalamiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Bir bolalar nafaqasi, bola puli oluvchilar, ayniqsa eski tartibda, ya'ni mahalla orqali ariza berib, muntazam ravishda bola pulini olib kelayotgan oilalar. Yangi tizimda bu jarayon to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, arizalar asosan Mi.gov.uz portali orqali qabul qilinmoqda. Agar siz 2026 yil 1 maygacha qayta ariza berib, yangi tizimga o'tmasangiz, to'lovlar to'xtatiladi. 2. Nogironlik nafaqasi oluvchilar. Agar siz nogironlik nafaqasini uzoq yillardan beri olib kelayotgan bo'lsangiz va o'sha davrdan beri sizdan qayta hujjat topshirish talab qilinmagan bo'lsa, bu sizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ba'zi nogironlik to'lovlari tizimi ham yangilanmoqda va qayta ro'yxatdan o'tishni talab qilishi ehtimoli yuqori. 3. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam oluvchilar.
Agar siz kam ta'minlangan oila sifatida davlatdan moddiy yordam olib kelayotgan bo'lsangiz, bu turdagi to'lovlar ham raqamli tizimga o'tishni talab qiladi. Siz ham belgilangan muddatgacha qayta ariza berishingiz shart. 4. O'zaro kelishuv asosida yoki qisman subsidiya bilan to'lovlarni oluvchilar, masalan, isitish, elektr energiyasi uchun beriladigan qisman subsidiya yoki boshqa mahalliy yordam turlari ham yangi markazlashgan tizimga integratsiya qilinayotgan bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar ham vaqti-vaqti bilan qayta tasdiqlashni talab etadi. 5. Davlat registrlari orqali shaxsiy ma'lumotlari eskigan yoki noto'g'ri bo'lgan shaxslar, ba'zan fuqarolik holati aktlari yozuvlari, pasport ma'lumotlari, yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar eski bazalarda to'g'ri, lekin yangi raqamli tizimlarda yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar to'lovlarni olishda muammolar keltirib chiqaradi. Shuning uchun ariza berish jarayonida ma'lumotlarni yangilash talab qilinadi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? 1. Yaqinda, ya'ni 2024-2025 yillarda Mi.Gov.uz portali orqali ariza berib, bolalar nafaqasi, kam ta'minlanganlik yoki nogironlik bo'yicha to'lovlarni rasmiylashtirgan va hozirda muntazam olib kelayotgan fuqarolar. Sizlar yangi tizimda ro'yxatdan o'tgansiz va hozircha qayta ariza berish shart emas. 2. Davlat pensiyalarini yoshga doir, boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik avtomatik tarzda olib turadigan shaxslar, odatda pensiya tizimi boshqa tizimlar bilan integratsiyalashgan bo'lib, umumiy pensiyalar uchun bunday umumiy qayta ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi. Biroq, agar pensiyangizga qo'shimcha moddiy yordamlar ham olsangiz, yuqoridagi bandlarga e'tibor qiling. 3. Umuman olganda, davlatdan hech qanday ijtimoiy to'lov yoki yordam olmaydigan shaxslar. Bu sizga tegishli emas, chunki siz hech qanday to'lovni yo'qotmaysiz. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol, bolalar nafaqasi. Faraz qilaylik, Samarqandda yashovchi Malika ismli yosh ona. Uning 2 farzandi bor, yoshlari 3 va 5 da u 3 yildan buyon har oyda bolalar nafaqasi, ya'ni bola puli olib keladi. Malika o'zi ham, oilasi ham bu pulga juda muhtoj, chunki turmush o'rtog'i ham ishlaydi, lekin maoshi oilani zo'rg'a ta'minlaydi. U bola pulini har doim mahalladan hujjat yigib topshirardi va uni avtomatik tarzda davom ettirib kelinadi deb o'ylar edi. Ammo yangi qoidaga ko'ra, u 2026 yil 1 maygacha Mi.Gov.uz orqali yoki DXM davlat xizmatlari markazlariga borib, yangi tizimda qayta ariza berishi shart. Agar Malika bu muhim sanani unutsa yoki e'tiborsiz qoldirsa nima bo'ladi? Uning 2 farzandi uchun har biriga o'rtacha 200 so'mdan jami 400 so'm oylik to'lov to'xtatiladi. Bu degani 1 yilda 800 so'm, 3 yilda esa qariyb 15 so'm miqdoridagi muhim mablag'ni butunlay yo'qotishi mumkin. Bu oila budjetiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa farzandlarning oziq-ovqati, kiyimi yoki ta'limiga ajratiladigan puldan mahrum bo'lish deganidir. 2 misol, nogironlik nafaqasi. Buxorodan Akmal aka yoshi 55 da u 20 yildan beri guruh nogironi sifatida har oyda nafaqa oladi. Uning ahvoli og'ir, o'zi uydan kamdan kam chiqadi. Uning nogironlik xulosasi doimiy deb hisoblangan va avtomatik ravishda uzaytirilib kelingan. U ham yangi raqamlashtirish jarayonidan bexabar. Agar Akmal aka yoki uning yaqinlari 2026 yil 1 maygacha qayta ro'yxatdan o'tish uchun ariza topshirmasa, uning oyiga 500 so'm atrofidagi nafaqasi to'xtatiladi. Akmal aka bu pulga dori-darmon oladi, ovqatlanadi. Bu pul uning yagona daromad manbai. Naqadar dahshatli holat, nafaqasiz qolishi uning sog'ligiga va hayotiga bevosita tahdid soladi. Agar to'lov to'xtatilsa, uni qayta tiklash uchun uzoq va murakkab jarayonlardan o'tishga majbur bo'ladi. 3 misol, kam ta'minlangan oilalarga qo'shimcha moddiy yordam. Qashqadaryodan Saodat opa. U nafaqaxo'r, ammo pensiyasi juda kam. Shuning uchun uzoq yillardan buyon mahalladan kam ta'minlangan oila sifatida qo'shimcha moddiy yordam oladi. Oyiga 300 so'mlik bu qo'shimcha uning kommunal to'lovlari va ba'zi ehtiyojlarini qoplashga yordam beradi. Saodat opaning yoshi kattaligi sababli u internetdan yoki elektron xizmatlardan foydalanishni bilmaydi. U o'zini pensiyachi deb, hamma narsa avtomatik deb o'ylaydi. Agar u 2026 yil 1 maygacha o'zining qo'shimcha moddiy yordamiga ariza bermasa, bu to'lov ham to'xtatiladi. Bu uning hayotini yanada qiyinlashtiradi, chunki u har oy bu 300 so'mga juda umid bog'lagan.
To'rt misol, yangi ariza beruvchilar. Tasavvur qiling, bir oila 2026 yil iyun oyida ilk bor bola puliga murojaat qilmoqchi. Ular yangi tizimning ishlash muddatidan bexabar. Ular ariza topshirgan taqdirda ham ilgari to'lovlarni olmagan bo'lsalarda, avvalgi davrlar uchun to'lov olish imkoniyatidan mahrum bo'lishlari mumkin. Yangi qoidalar ko'plab to'lovlarni ariza berilgan oydan boshlab hisoblashni nazarda tutadi. Shuning uchun, hatto endi murojaat qilmoqchi bo'lganlar ham muddat o'tib ketgan bo'lsa, ma'lum davr uchun pul yo'qotishi ehtimoli bor. 5 misol, kim xavotir olmasa bo'ladi. Farg'onadan Javohir va Gulnoza yosh oilasi. Ular 2025 yil sentyabr oyida yangi tug'ilgan farzandlari uchun Mi.Go.uz orqali bola puliga ariza berishdi va muvaffaqiyatli tarzda to'lovlarni ola boshladilar. Ular allaqachon yangi raqamli tizimga kiritilganlar. Ularning ma'lumotlari yangilangan va ular to'lovlarni muntazam ravishda olishda davom etadilar. Ular 2026 yil 1 maygacha qayta ariza berishlari shart emas, chunki ular allaqachon yangi mexanizm bo'yicha harakat qilishgan. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday qoida va tizimda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilikka noaniq bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlar mavjud. Istisnolar bir juda zaif qatlam vakillari uchun, masalan, yotoqda yotgan, ota keksaygan, yolg'iz yashaydigan yoki jiddiy nogironligi bo'lgan shaxslar uchun muqobil ariza berish usullari ko'zda tutilishi mumkin. Bu holatlarda ijtimoiy xizmat xodimlari uylariga tashrif buyurib, ariza qabul qilishlari yoki ishonchnoma asosida yaqin qarindoshlari ularning nomidan harakat qilishlari mumkin. Ammo bu ham baribir ariza berishni talab qiladi, shunchaki jarayon biroz soddalashi mumkin. Bunday imkoniyatlar haqida mahalladagi ijtimoiy xodimlar yoki TXM mutaxassislari ma'lumot berish kerak. 2. Xorijda vaqtincha yashovchi yoki doimiy yashash uchun ketgan fuqarolar, agar ular hali ham O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolsa va qaysidir ijtimoiy to'lovga haqli bo'lsa, ular uchun ham ariza berish majburiydir. Bu holatda raqamli ariza berish Mi.Go.uz orqali yoki O'zbekistonning chet eldagi konsullik idoralari orqali murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bunda ham o'z vaqtida harakat qilish zarur. 3. Force majeure holatlari, favqulodda vaziyatlar, masalan, tabiiy ofatlar, jiddiy kasalliklar yoki boshqa sabablarga ko'ra fuqaro belgilangan muddatda ariza topshira olmagan holatlar yuzasidan alohida tartiblar belgilanishi mumkin. Ammo bunday holatlarni isbotlash va hujjatlar bilan tasdiqlash talab qilinadi. Har holda bunday imkoniyatlarga umid bog'lamay, imkon qadar tezroq murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. 1. Noto'g'ri hujjat topshirish. Arizaga eski, noto'g'ri nusxadagi hujjatlar ilova qilinishi, imzolarning yo'qligi, shaklga mos kelmasligi yoki elektron hujjatlarning noto'g'ri formatda yuklanishi arizaning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Bu esa vaqtni yo'qotish va jarayonni boshidan boshlash deganidir. 2. Onlayn portallardagi texnik muammolar, internet tezligining pastligi, serverlarning yuklanishi, saytda vaqtinchalik nosozliklar, shuningdek, fuqarolarning raqamli savodxonligining yetishmasligi arizani o'z vaqtida yuborishga to'sqinlik qilishi mumkin. Ko'pchilik uchun Mi.Go.uz orqali ariza berishning o'zi katta qiyinchilik tug'diradi. 3. Firibgarlik sxemalari, ba'zi shaxslar yordam berishni taklif qilib, fuqarolardan pul undirishi yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashi mumkin. Bunday holatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Hech qachon o'zingizning pasport ma'lumotlaringizni, bank kartangiz raqamlarini, PIN kodlaringizni yoki SIMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini begona shaxslarga bermang. Davlat xizmatlari hech qachon pullik yordam taklif qilmaydi. 4. Muvofiqlik mezonlarini noto'g'ri tushunish. Ba'zi fuqarolar o'zlarini to'lovga loyiq deb hisoblaydilar, garchi ular yangi mezonlarga javob bermasalar ham, yoki aksincha, ular loyiq bo'lishiga qaramay, ariza berishdan bosh tortadilar. Har bir to'lov turining o'ziga xos talablari bor, ularni diqqat bilan o'rganish kerak. 5. Qo'shnim aytdiki, bu muhim emas sindromi, rasmiy ma'lumotlar o'rniga notanish yoki noto'g'ri manbalardan olingan maslahatlarga tayanish juda xavflidir. Faqatgina davlat xizmatlari markazlari, mahalla fuqarolar yig'inlari, pensiya jamg'armasi yoki Mi.Go.uz portali kabi rasmiy manbalarga ishoning. 6. Oxirgi daqiqagacha kutish. Ko'pchilik ishni oxirgi muddatga qoldirishni yaxshi ko'radi.
Biroq 2026 yil 1 mayga yaqinlashgan sari tiximlarda navbatlar ko'payadi. Mi.Go.uz portali serverlari haddan tashqari yuklanishi mumkin. Bu esa arizani oz vaqtida topshirishga imkon bermasligi mumkin. 7. Mahalla qo'mitalarining roli. Yangi tizimda mahalla qo'mitalari ma'lumotlarni tasdiqlash va fuqarolarga yordam berishda muhim rol o'ynaydi. Ulardan ma'lumot va maslahat olishdan tortinmang. Biroq arizaning asosiy yuki baribir fuqaroning o'zida. 8. Bank hisob raqamlarining ahamiyati. To'lovlar bank kartasiga o'tkaziladi. Shaxsiy bank kartangiz mavjudligi va uning ma'lumotlari yangi tizimda to'g'ri kiritilganligi muhim. Agar karta eski bo'lsa yoki noto'g'ri ma'lumot berilsa, to'lovlar kechikishi yoki kelmasligi mumkin. 9. Hatto to'lovlarni olib turganlar ham qayta ro'yxatdan o'tishi zarurligi. Bu eng muhim noaniq jihatlardan biri. Ko'pchilik axir men hozircha olib turibman-ku, menga nima kerak deb o'ylashi mumkin. Yo'q. Agar sizning to'lovlaringiz eski tizim asosida rasmiylashtirilgan bo'lsa, siz ham yangi tizimga o'tishingiz, ya'ni qayta ariza berishingiz shart. Bu degani eskirgan barcha ma'lumotlar bazalaridagi fuqarolar yangi, markazlashgan raqamli tizimda o'z joylarini egallashi kerak. 10. Faol ariza berish reaktivga qarshi. Davlat sizga shaxsan qo'ng'iroq qilib yoki uyingizga kelib ariza bering deb ogohlantirishi shart emas. Siz o'zingiz bu jarayonda faol ishtirok etishingiz va belgilangan muddatdan kechiktirmay ariza berishingiz shart. Ogohlantirishlar asosan ommaviy axborot vositalari va rasmiy veb-saytlar orqali beriladi. 11. To'lovning vaqtincha to'xtatilishi va uni qayta tiklashning murakkabligi. Agar ariza o'z vaqtida topshirilmasa, to'lovlar darhol to'xtatiladi. Uni qayta tiklash uchun siz bir qancha qo'shimcha hujjatlar yig'ib, tushuntirish xati yozishingiz, shuningdek, yo'qotilgan muddatlar uchun to'lov olish imkoniyatini ham yo'qotishingiz mumkin. Bu esa katta moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Aziz do'stlar, endi esa eng muhim qismga, ya'ni bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerakligi haqidagi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Hech qanday murakkablik yo'q, shunchaki quyidagi qadamlarni diqqat bilan bajaring. 1. O'zingizni aniqlang. Avvalo, siz yuqorida sanab o'tilgan, xavotir olish kerak bo'lganlar guruhiga kirsizmi, yo'qmi, shuni aniqlang. Agar siz bolalar nafaqasi, nogironlik nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam kabi davlat to'lovlarini olsangiz yoki olmoqchi bo'lsangiz, demak, bu sizga tegishli. 2. Mavjud to'lov holatingizni tekshiring. Agar siz allaqachon to'lovlarni olib turgan bo'lsangiz, ularni qaysi tizim orqali rasmiylashtirganingizni aniqlang. Agar Mi.Go.uz orqali so'nggi 1-2 yilda ariza bergan bo'lsangiz, ehtimol xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Ammo agar avvalgi tizimlar, mahalliy komissiyalar yoki qog'oz arizalar orqali rasmiylashtirilgan bo'lsa, qayta ariza berish shart. 3. Kerakli hujjatlarni to'plang. Ariza berish uchun sizga bir qator hujjatlar kerak bo'ladi. Ularni oldindan tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki it karta, asli va nusxasi. Tugilish guvohnomalari agar bola puliga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, farzandlaringizniki. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Oila a'zolarining daromadlari haqida ma'lumotnoma ish joyidan, pensiya jamg'armasidan yoki boshqa manbalardan. Bank hisob raqami yoki plastik karta ma'lumotlari to'lovlar o'tkazilishi uchun. Nogironlik guvohnomasi agar nogironlik nafaqasi bo'lsa. Ba'zi hollarda mahalla fuqarolar yig'inidan yashash joyidan ma'lumotnoma. Ehtimol boshqa qo'shimcha hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Bu arizaning turiga bog'liq. 4. Ariza berish usulini tanlang. Sizda 2 asosiy variant mavjud. Onlayn ariza berish eng qulay va tavsiya etiladi. Mi.Go.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo eri bo'lishi kerak. Agar eringiz bo'lmasa, uni diximdan olishingiz mumkin. Portal orqali ariza berish jarayoni batafsil ko'rsatmalar bilan ta'minlangan, lekin ba'zi fuqarolar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Offline ariza berish hududingizdagi davlat xizmatlari markazlariga dixim shaxsan tashrif buyurib. Bu yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda va hujjatlarni topshirishda yordam beradilar. Navbat kutmaslik uchun oldindan navbat olish tizimidan foydalanish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda mahalla fuqarolar yig'inlari ham dastlabki maslahatlar berishi mumkin, ammo yakuniy ariza dixim yoki Mi.Go.uz orqali bo'ladi. 5. Arizani to'ldirishda diqqatli bo'ling.
Ariza shakllarini to'ldirishda barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qiling. Har qanday xato yoki noto'g'ri ma'lumot arizaning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Agar shubhangiz bo'lsa, TIXM mutaxassislaridan yordam so'rang. 6 muddati 2026 yil 1 may bu so'nggi muddat. Iltimos, bu sanagacha ancha oldin harakat qiling. Oxirgi kunlarga qoldirmang, chunki o'sha paytda tizim haddan tashqari yuklanishi va muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, 2025 yilning ikkinchi yarmida yoki 2026 yilning birinchi choragida bu ishni hal qilishga harakat qiling. 7. Arizangiz qabul qilinganligini tasdiqlang. Onlayn ariza topshirganingizdan so'ng, sizga elektron tarzda arizangiz qabul qilinganligi haqida xabarnoma kelishi kerak. DIXM orqali topshirgan bo'lsangiz, qabul qilinganlik to'g'risida kvitansiya yoki ma'lumotnoma oling. Bu sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Arizaning holatini Mi.gov.uz portalida yoki DIXM orqali tekshirib turish mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz onlayn ariza berish uchun asosiy manba. Davlat xizmatlari markazlari DIXM respublikaning barcha hududlarida mavjud bo'lib, shaxsan murojaat qilish va hujjatlarni topshirish uchun. Mahalla fuqarolar iginlari, MIFI, dastlabki ma'lumot va maslahatlar olish, ba'zi hujjatlarni tayyorlashda yordam berish uchun. Arizada nima yozish kerak? Odatda arizalar standart shaklda bo'ladi va sizga faqat shaxsiy ma'lumotlaringizni, oilaviy ahvolingizni, daromadlaringizni va boshqa talab qilinadigan ma'lumotlarni aniq kiritishingiz kifoya. Hech qanday murakkab tushuntirish xatlari yozish talab qilinmaydi. Shunchaki anketani diqqat bilan to'ldiring. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda biz barchamiz uchun hayotiy muhim bo'lgan mavzuni ko'rib chiqdik. 2026 yil 1 may bu oddiy sana emas, balki ko'plab oilalarning moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim muddatdir. Agarda siz ushbu muddatgacha ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar yoki moddiy yordam bo'yicha tegishli arizani yangi raqamli tizim orqali taqdim etmasangiz, siz o'zingizga tegishli bo'lgan muhim pul mablag'laridan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki shoshilinch choralar ko'rish uchun chaqiriqdir. Bu ma'lumotni hech kimdan yashirmang. Ushbu videoni oilangiz va do'stlaringizga ham ulashing, chunki bu ma'lumot kimningdir moliyaviy barqarorligini saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Birgina video tufayli kimdir katta moliyaviy yo'qotishlardan qutulib qolsa, bu bizning eng katta yutugimiz bo'ladi. Fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohga e'tibor berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz sizga har doim foydali va muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolargacha omon bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling.